Hamma Mert Ramazan Demirni Yalı chapqinidagi Ferit sifatida taniydi, ammo uning dunyo miqyosida mashhur bo'lishidan oldingi hayoti ertakdagidek bo'lmaganini deyarli hech kim bilmaydi. U kino sanoatida nufuzli aloqalarga ega bo'lmagan, oddiy oilada ulg'aygan. Ekranga chiqish uchun Mert kastinglarda hayajonlangan, moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirgan va amalda bosh rollarga munosib ekanligini isbotlagan. Ammo haqiqiy burilish Yalı chapqini seriali efirga chiqqanidan keyin yuz berdi. Mashhurlik uni to'lqindek qamrab oldi. Endi uning har bir qadamini millionlab muxlislar kuzatib boradi. Intervyular, fotosessiyalar, ijtimoiy tarmoqlardagi bahs-munozaralar Mertning nomi Turkiya matbuotining birinchi sahifalaridan tushmayapti. Ammo muxlislarni eng ko'p hayratga solayotgan narsa boshqa. Haqiqiy hayotda Mert Feritning mutlaqo aksi. Agar uning qahramoni tez jahli chiqadigan va e'tibor markazida bo'lishni yaxshi ko'radigan bo'lsa, aktyorning o'zi esa tinchlikni afzal ko'radi va shaxsiy hayotini kameralardan ehtiyotkorlik bilan himoya qiladi. Savol: sizningcha agar Ferit roli unga nasib qilmaganida, Mert baribir shunchalik katta yulduzga aylana olarmidi? Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, yurakchani qizartiring va keyingi qiziqarli faktlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling.